O'zbek futboli bir vaqtlar terma jamoaga chaqirilgan futbolchidan ayrildi. Futbolchi Xushnudbek Abilov 27 yoshda vafot etdi. O'zbekistonning turli yoshdagi terma jamoalariga to'p surgan futbolchi Xushnudbek Abilov vafot etdi. Bu haqda Khan News nashri xabar bermoqda. Abilov faoliyati davomida mamlakatning bir qator yetakchi klublari Paxtakor, Navbahor, Andijon, Qo'qon 1912 va Turon jamoalarida o'ynagan. Uning so'nggi jamoasi Toshkentning Do'stlik klubi bo'ldi. Futbolchi mazkur jamoa safida 2024-yildan buyon harakat qilib kelayotgan edi. Xushnudbek Abilov o'z vaqtida O'zbekistonning U19, U21 va U22 terma jamoalariga ham chaqirilgan va xalqaro maydonlarda mamlakat sharafini himoya qilgan. Hozircha futbolchining o'limi sabablari ochiqlanmagan. Daryo vaziyat yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashtirmoqda.